Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Gollandiya şoferlik pravisi nazariya dərsimizə xoş gəldinglar. Biz bugün 22-ci dərs stolstan, yəni maşinni vaqtlıq toxtatışqa dair nazariya qismini öyrənib ötimiz. Aldı bilan bu stolstanninki ma'nosini öyrənib ötəyli. Stol degan gap jim degan ma'nosi var. Jim, stan degan turush, stolstan jim turush. Yani şoförlük kısmındaki mənisi, şoförlük nazariyasidagi mənisi maşinni ma'lum maqsadda vaqtliq to'xtatishni ko'rsatmoqchi. Yani bu yerda maqsad pek muhim. Qanday maqsad degan vaqtda maşindan odam tushirish, odam chiqarish, yani in-stoppen, out-stoppen, laden lossen. Yani yuktakni bisish yoki tushirish. Yani shu to'rtla maqsadda. Yani maşinaga odam chiqarish uchun yoki mashinamizdagi bir yo'lovchini tushirish uchun va yoki mashinaga bir yuktakni bisish uchun yoki yuktakni tushirish uchun mashinamizni qisqa bir vaqtliq to'xtatsak, mushu stolstanga tava. Buningdan boshqa har qanday maqsadda mashina to'xtatish parkiringga tava. Yani masalan telefonda so'zlash uchun mashina to'xtatish, haqdan yo'l so'rash uchun mashina to'xtatish və ya ki xərid görəş üçün maşın toxtutuş, bularının həmmisi parkiringa təbə. Bunu parkirini sözləyən vaxtda yəni təfsili sözləyimiz, lakin sizlər hazır miyada çoxun bilişdəki nöqtə stolstan deyən vaxtda fəqət müşü tötlam iş. In-stoppen, out-stoppen, maşından adam düşürüş, adam çıxırış, laden lossen, yəni bir yüktaqını bisiş yoki düşürüş. Müşü tötlam məşğulatını qılğan vaxtımızda stolstan qılğan bolumuz. Endi qanday vaqtda stolstan qilsak bo'ladi deganni o'rganishdan burun biz yani qanday ahvolda stolstan qilish cheklandi, mushuni o'rganib o'tsak yetarli. Chunki shu shoferlik nazariya qonunida qoidasida 7 xil ahvol bor, 7 xil ahvol. Shu 7 xil ahvolda mashinamizni stolstan qilsak bo'lmaydi. Yani shu 7 xil o'rin, 7 xil joy, 7 xil ahvolda maşinni şapta to'xtatib birisini chiqarib tushsak yoki yuk taqib tushsak bo'lmaydi. Undan boshqa har qanday ahvolda qilsak bo'ladi. Shunga biz mushu 7 xil ahvol bilan tanishib o'tamiz. Birinchi xil ahvol buy-in stolstan verbot bord. Ya'ni sizlar ko'rgan rasm bir qizil chembarining ichidagi, ya'ni ko'k chambar ustida xato belgisi. Ya'ni mushu stolstan verbot, ya'ni stolstan qilsangiz bo'lmaydi, stolstan qilish cheklangan degan taxtini bildiradigan belge. Andan bu taxtining bir muhim alohidaligi, mush taxta yo'lning qaysi tarafida bo'lsa, faqat shu taraf bilan kuchga ega. Masalan, ma taxta yo'lning o'ng tarafida bo'lsa, yo'lning o'ng tarafida stolstan qilsak bo'lmaydi, lekin so'l tarafida qilsak bo'ldi degan gapchi. Yani muştaxta stolstan verbot. Yani muştaxta bo'lgan ko'chalarda, yo'llarda stolstan qilsak bo'lmaydi. Yani ikkinchi xil ahvol stolstan qilish cheklangan open crosspunkt, open overweg. Yani mushunda kesishim yo'l egizlarida va yoki temir yo'l egizlarida. Yani bu ham aqlga uyg'un bir ish-ku. Masalan, biz bunda kesishim yo'l egizda agar mashinada adam chiqib tushirmay yoki yuk taqbasmay chiqman deb mashina to'xtatib turib olsak, masalan, yan yo'ldan odamlar kelsa o'tolmasligi mumkin, yo'lni to'sab qo'yamiz. Biz ya'ni shoferlik nazariyasida bir muhim qoida, biror mashg'ulotni qilgan vaqtimizda yo'lni to'sab qo'ymasligimiz kerak. Yo'lni to'sab qo'ymasligimiz bexatarlikka alohida diqqat qilishimiz kerak. Masalan, ma'qul ahvoldami yan tarafdan kelgan mashina deyli, agar diqqat qilmay tez haydab qilib qolgan bo'lsa, so'qib qilish ehtimoli bor va yoki yo'lni to'sab qo'yamiz. Ya'ni mushta ahvolda, mushta kesishim yo'l eg'izda mashinani to'xtatib, mashinaga odam silish, chiqarish va yoki bir yuk taqni chiqib tushirish cheklangan. Uchinchi xil ahvol velosiped yo'li yoki velosiped yo'lining yendagi yo'lda. Yani müşta velosiped yolda bo'layli yoki velosiped yo'lininki yendagi mashina yo'lda shapida to'xtab birisini chiqib tushirib bunda qilishmi cheklangan. To'rtinchi xil ahvol piyoda o'tish yo'lining ustida va yoki 5 metr ariqda. Ya'ni piyoda o'tish yo'lining ustidan stolstan qilsak bo'lmaydi.
yoki 5 metr aralıqda. Yani piyoda o'tish yo'lininki oldi taraf bo'lsin yoki keyin taraf bo'lsin, mishadagi 5 metr aralıqda ham mashinamizni stilsdan qilsak bo'lmaydi. Bu ham qatnash qoidasida cheklangan. Endi 5-chi xil ahvol tunnel of sporvaq, ya'ni tunnelning ichida yoki poyezd yo'lining ustida. Bu bir aqlga uyg'un bir ish-ku, ya'ni normalda tunnel yo'llarning ichida piyodalar yo'li bo'lmaydi. Va yoki poyezd yo'lining ustida unda piyodalar yo'li yo'q. Agar poyezd yo'lining ustida shappida to'xtab birisini chiqib tushirman desakmi, navod kerak. Taxta itilib poyezd kelib qilib degandek unda ahvollar bo'lib qolsa, bu bir jonga taqishadigan bir xatarlik ahvolg'u. Shunga tunnelning ichida yoki poyezd yo'lining ustidami stilsdan qilsak bo'lmaydi. Endi 6-chi xil ahvol Opinraybahn langs in Busstruk, ya'ni avtobus yo'lining yendiki yo'lda, avtobus yo'lining o'zida, ya'ni masalan işte lane bus deb xat yozilgan yo'lda va yoki u yo'lninki yendiki yo'lda unda shappida birisini chiqirdim yo tushirdim va yoki bir yuk chiqarish tushirish maqsadida to'xtasak bo'lmaydi. Endi 7-ci eng oxirgi ahvol siriq ranglik tutashtirilgan siziq bor yo'lda, ya'ni Dorxetrokken Helstrip. Ya'ni mushta siriq ranglik tutashtirilgan siziq. Bu siriq ranglik tutashtirilgan siziq shu biz birinchi o'rgangan qoidadagi Stillstand Verbot deganga barobar. Ya'ni mushta siriq ranglik tutashtirilgan siziqni ko'rganda, ya'ni hech nima qilsak bo'lmaydi-ku. Shu taxta bilan o'xshash barobar roli olgan bir siziq. Yana qisqasi mush 7 xil ahvolda mashinani vaqtliq to'xtatish cheklangan bo'ldi. Bularni o'rganishim bek muhim, chunki kunlik turmushimizda mashina deganda balkim birasini chiqarib tushirishga to'g'ri kelishi mumkin va yoki yuk taqishga to'g'ri kelishi mumkin. Mushta ahvol ostida shu qoidalarni bilmasak, xato yerda turib birisini chiqarib tushirib qo'ysak, nihoyat bir 15 sekundlik, 20 sekundlik ish bo'lsa-mu, masalan, shappida mashina to'xtatib birisi chiqib yoki tushib bo'lg'ichi chiqo'si bir yarim minut atrofda ketish mumkin-ku. Lekin qoidaga xilof bo'lgan ahvolda yo'lda turib qolib qolsak, vaqtda sizlar boya qoidada o'rgangandek ba'zi ahvollar bizning bexatarligimizga xatarlik ahvollar bo'lsa, ba'zi ahvollarda yo'lni to'sab qo'ydigan shunda ishlar yuz berib qoldi. Agar shunday bir ahvollarda yo'lda saqchi va yoki kamera bo'lib qolsa, buning jarimonasi eng oz deganda 200 yevrodan boshlandi. Şuna bugün bu qoidani bililish intayin muhim. Endi keyin qitimliq darsimizda biz o'rgangan mushu 7 turlik qoidani amaliy savollar bilan tatbiqlaymiz. Aqlamsa bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.